Gvazdika buyraklarimni tozalaydi, bu jigarni tozalaydi. Bunisi nima edi, bilmayman, xullas, nima bo'lsa ham baniyat shifo. Bismillah. Voy, bilmasdan ham ichaverar ekan-da, ziyon qilsa-chi. Voy, nega ziyon bo'ladi? Bu tabiiy-ku. Ota-bobolarimiz ichib yurgan buni. Gapdagi o'rtog'im bor-u, o'sha buni ichib ozvapti ekan. Sani kimyoviy dorilarni ichib yotamanmi? Arzongina mana shuni oldim bozordan borib. Tabiiy bo'lsa ham bu mahsulotlar jigar, buyrakka ta'sir qiladi. Agar organizmingda qandaydir kasalliklaring bo'lsa, unga ham ta'sir qilishi mumkin. Albatta doktorga borib organizmingni tekshirib, mumkin bo'lsa ichishing kerak, vrach yozib bersa. Detoks ekan deb har xil o't-o'lanlarni, qo'shimchalarni betartib ichmanglar, chunki bular organizmingizga ziyon olib kelib qo'yishi mumkin. Jigar va buyrak kasalliklariga sababchi bo'lishi mumkin. Bundan oldin albatta shifokor tavsiyasi bilan kerakli tahlillarni o'ting va shundagina dori-darmon qilishingiz mumkin. Voy, rostdan ham to'g'ri aytasan. Ertaga doktorimga yozilaman. Albatta organizmni tekshirib turaman. Ichmay qo'ya qoling.